Inshaalloh Alloh izni bilan g'alaba qilamiz. Rahmat. Yoshi 26da, bo'yi 185 cm, vazni 93 kg. O master sporti po MMA, master sporti международного класса, bel bog'li kurash bo'yicha 5 karra jahon, 11 karra O'zbekiston chempioni. Представляет Nur-Sulton Team Andijon Qo'rg'ontepa chempion! Nodirbek Ahadjonov! Referi Komen eventda Halil Mamiyev. Mana endi bosim boshlandi Ahadjonovdan. Yaxshi kutib oldi. Aka, bel bog'li kurash vakillari ushadimi? Mana belidan ushadi, otishadi. Hoppa! Qo'yib yuborishmaydi. Mavlonbek Mirkomilov, Otamboy Nazarov, mana Nodirbek, yaxshi bilamiz, bir qancha yana jangchilarimiz bor. Kamronbek Ortiqov, ular bel bog'li kurash maktabi, ular parterda, ayniqsa parterga o'tkazish jarayoni mukammal. Bu bog'lamni yechish ham qiyin bo'lsa kerak-a. TFC'da boshlagan. Hatay promotionda 2021-yil. Kichkina haligacha esimizda bor. Birga edik o'shanda, yanglishmasam. O'sha kuzatgan edik. O'zi umuman ATF ligasi ko'plab o'zbekistonlik jangchilar uchun va Halil Mamiyev jangni yakunlayapti. Nodir Ahadjonovdan ajoyib qaytish. TKO. Texnik nokaut. Do'stlar, tabriklaymiz Ahadjonovni, murabbiylarini, yaqinlarini, o'zbekistonlik MMA ixlosmandlari. С главного боя вечера Nur-Sulton Team Andijon Qo'rg'ontepa chempion Nodir Ahadjonov!